Maqsad pul top. U pulini topib bo'ldi. O'ziga, hayotiga, oilasini bilad, avlod ajdodiga tegon topib bo'ldi. Unga kerak emasda chiqib endi solishib, kaltayib, qaytib yaxshi bilan chiqib urishadi jalab. U beti brend uni jalab. Tayish mumkin emasda o'sha uni betiga. Da, u bunday qilgan ekan-da o'sha paytlar, o'sha hayotini, kinosini ko'rganman, mazza qilganman. Korotchi chiqqanda, misol bugun $60,000 birinchi jangida pul olgan bo'lsa, ikkinchi jangida men mana shuni paloncha raundda nokaut qilaman, pistoncha raundda urib mana shuni nokaut qilaman deb o'ziga o'zi pul qo'yib chiqib urgan. O'zi joyda urgan. Juda katta pul qilib ketavergan, o'ziga o'zi pul qo'yib kelavergan. Ana shunday so'qqa qilib taylagan u yibban. Bor pulni qo'yib yuborgan o'ziga o'zi, lekin o'sha raundda urgan ham haqiqatdan. Ana uni bilasanmi? Jose Aldo 10 yillik chempion bo'lgan. Ana shu 10 yillik chempion Jose Aldoni aytgan, birinchi raundda nokaut qilaman degan. 10 sekundda urdi-yu biladi. Bor pulini qo'ygan, shunday chiqqan birinchi raundda onasiga bitta urib og'darib shunday to'kib tashlagan. Ana shundan keyin quturib ketgan, shundan keyin katta pulga ega bo'lgan u. Nedestik yomon bo'lgan, ikkovi trilogiyasi. Voy bilad, butun yo'q. Shu DSPSlar umuman bilad urushmay qo'ydi, ha? Qarida-da, endi o'tdi. Ular hammasi o'tibga chiqib ketdi, Konor bilan urushganlar. Konor bilan urushganlarda ko'p chiqib ketdi. Hammasi ko'p emas, hammasi chiqib ketdi. Dustin Poirier bor. Dustin Poirier bor. Dustin Poirier ham qaridi o'sha yerda oxiriga dedi, bundan keyin yana bitta urushaman bo'ldi. Mana titul urushadi bo'ldi, u ham qaridi Poirier. Hammasi qaridi, ketdi o'sha. Habib ketdi, Cowboy ketdi. Ana o'chi Max Holloway. Max Holloway endi yosh. U Konor bilan urushgan paytda endi 17-18 kirgan paytda urushgan. Yosh bola bo'lgan. U ham qariyapti endi. Nima UFC'da eng yosh jangchisi Max Holloway bo'lgan. U urushadi. O'sha paytda. Vaqti yosh bo'lgan. Hozir lekin Hamzat yomon bilan. Hamzat odam emas u. Hozir Hamzat yo'radi, Hamzat qattiq. Hozir eng qattiqlardan bittasi Hamzat. Keyin men kayf qilib jangini tomosha qilaman Hinduga. Hindu ham yomon solishadi, qarrom. O'sha kuni ana Dagestonlikda borku shunaqa urdi, bilad, izdivassa qilib urdi. Nima ham Tapura ham yomon, bilad. Gul tashagich, uni ham ko'rdim. U ham zo'r solish ekan, boksyorcha. O'zi hozir shularda, boshqa yo'q. Islomda jangni men ko'rmayman. Islomda jangi qiziq emas, to'g'risi. Islom Maxachov yutishi mumkin. Habibda uniki ham quchoqlab, bu yoqdan bu yoqqa yiqitib urmaydi. Bu yoqdan bu yoqqa quchoqlab, u qiziq emas u. Ana bilan jangini ko'rdim, o'shandan keyin Islomni ko'rmayotgan bo'ldim. Bitta chempionni kamarini oldi-ku. Kaptan. 5 ta raund bo'lsa, 5 ta raund quchoqlab o'tirdi. Hech narsa qilgan yo'q. Hech narsa qilgan, quchoqlab o'tirdi, tamom. Qiziq emas u janglar. Men mazza qilmayman, to'g'risi. Men shu urib qonini tugatganlarligini ko'raman. U Islom, Habibni bironta jangini ko'rmaganman, qiziqman. Shu bitta Konor bilan urushganini ko'rdim. Mazza qilmadim o'shanda. O'zbekistonda men Taysonni jangini ko'raman, Saturnni jangini ko'raman. Ular haqiqatda bir-birini pachaqlab tashlaydi jalar bor. Mana haqiqiy jang bor-ku, bilad. Tatamilar qon bo'lib ketadi, qon bo'lib, bilad. Pizza solishadi. Ular ham odammikin, tuva qildim. Keyin non kabob nomeradi, u ham qattiq urishadi, bilad. Saldoq solishyapti, tuva qildim. Odilxonmi? Odilxon. Lekin